Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 12 mart 2025-yil. Qo'qon mashina bozorimizdamiz. Hurmatli obunachilarimiz, sizlarga chiroyli obzorlar boshlaymiz. Hurmatli Avtomustang kanalimiz obunachilari va Zamin Haqiqat kanali obunachilari. Hozir ikkala kanalimizga ham shu video qo'yiladi. Aksariyat faoliyatimiz Avtomustang kanalida olib boriladi. Iltimos, Zamin Haqiqatdagi YouTube kanalimizdagi obunachilarimiz Avtomustang kanalimizga o'tib qo'yishlaringni so'rayman. Ya'ni Avtomustang kanalimizda ijodimizni olib boramiz. Ko'proq o'shanda video chiqadi degan maqsadda gapiryapman-da sizlarga. Shuning uchun Avtomustang kanalimizga o'tib qo'yinglar, iltimos. Zamin Haqiqatdagi YouTube kanalimizdagi obunachilarimiz. Selkasi pastda bo'ladi. Kommentariyaga kirsalang, selkasiga bosib Avtomustang kanaliga o'tishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz obzorlar boshlaymiz. Qatorimizda yana bir Stalnoy Nexia birimiz. Rangi Stalnoy, kraskalar toza. Xo'sh, konditsionerlari bor, ha? Konditsionerlar bor. Hozir yoniga o'tib obzor qilamiz. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik temir metanlari bor, ha? Xo'p. Motor hadoyida ishi yo'q. Motor sons tramblyor. Gazigacha bor ekan aka. Ustalik gazi bor, temir. Konditsionerlari bor. 100 talik temir metallari bilan. Holati yaxshi. Yangi mana balonlar qo'yib qo'ygan kalpaklari bilan. Kraskasi toza. Xo'sh. Ashkalari. Bo'lik tashlari qo'yilgan. Chixol mana. Xo'sh. O'zining maytafonlari. Chiqollar tinnoq turibdi ekan mana. Motor hadoyida ishi yo'q. Aka dehqonning mashinasi. Dehqonning mashinasi. To'rtta balon yosh putlari bor. Pult qanaqa? Mejigarmi? Mejigar pulti. Mejigar pulti bilan. Xo'sh, yaxshi. Arqani bitta ochib yuboringchi. Xo'sh. Ostlarga orqasini ko'rsatamiz. Orqa hotlari yili necha metandi? Metan yili yangi 18 ga demayman. Xo'p, 18-yil metan. Chirigan joylari yo'q, o'zinchaklari, orqa oldi butun. Udar yo'q. Zapaska balon. Ichida domkratlari bilan. Hamma yo'g'i bor ekan mana. Xo'sh. Bu aka qayta mashinasi? Rishtonniki. Rishtonni mashinasi. Puli necha pul deyapsiz aka? 5000 olsin ekan bu. 5000 ozgina o'tib berilgan, kelishadigan joyi bor. Xo'p. Dokument holagan dokument bo'ladi, keyin. Xo'p, holagan dokumenti bo'ladi. Telefon nomerlari nechi? 97lik 245 55 34. Shunga aloqa chiqishaveradi. Sog' bo'ling. Xo'p, yana bir Nexia 2miz, Nexia qatorida. Rangi delfin rang. Balon holatlari yangi, motor 1.6. Yog'dan yoqqacha yog' yemaydi, ha? Xo'p. Xo'p. Akkumulyatorlar yangi. Kuzuvchi montaj ko'rsatuvlari yog' yemaydi, motorlar qilinib qo'yganmi? Yo'q, ochilmagan. Ochilmaganmi? Yangimi? Xo'p, yurgan qancha buni aka? 249 ming. 249 ming yurgan. Oxlaganda akim. Xohlagan kraskasi-chi? Tozami? Xo'p, toza kraskalar, toza balon holatlari yangi. Zapaska balon tushmagan, balon holatlari, motor holatlari, kuzov holatlari. Bugun kraska fazlasini ko'rsataman ekanda. Xo'p, hozir buni yurgani necha ekan? Narigini. Nargin yurgan 254 ming aka. Qancha? 254 ming. Xo'p, narigini 254 ming ekan hozir chiqarganimizniki. Yurgan so'ramoqmiz. Xo'p, vakoylar yoniydiganlardan. Chixolatlari. Xo'p. Ko'riklarni hisob qo'ygan zayanti. Bo'lik tashlangan, mana kovrik, qimmat kovrikdan o'zining holatida shuni turib ekan. O'zining maytafonlar, soatlari. Общий ko'rinishi mana. Gaz ham 20-yilda qo'yilgan. Gaz 20, ha? Xo'p, gaz 20-yil. Zapaska tushmagan. Zapaska bo'lib tushmagan, chakpaklar butun. Hamma joylar o'zining germetikalar bilan turibdi. Domkratlari, sochiqlari, atvirkalari bilan mana. Zapaska balonlari bilan
Notarius kuzatchiga olib boraveradi. Oxiri notarius xohlagandek. Xo'p. Balonlar ham yaxshi kerak ekan, yangi ekan, xudo xolasa. Xo'p, buni dokumenti qanaqaga qaytdiki bu? Bu Toshkentniki generalni qolganman. Xo'p, Toshkent o'nagan, ha, bo'ldi. Xolasi o'tkazib oladi. Xolos olasiz, generalni qilib beraverasiz. Hamma dokumentda muammosi yo'q. Xo'p, o'zi mashinani ham muammosi yo'q ekanda. Yo'q, aytibman, notarius kuzatchi oxirida notariusga bersa bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, notarius pulni sanashaveradi. Buni narxi necha pul kelishilgan holatda? 6 deyapmiz aka. 6 deyapsizlar, telefonda kelishib, savdo qilishaveradi aka. Mana aka pechatlargacha. Pechat shumi? Bo'ldi, pechatlargacha turib turishyapti aka. Xo'p, bunga telefon nomer beringlar aka. 97lik. 97lik 939 19 1963. Shunga aloqa chiqishaveradi aka. Sog' bo'lasizlar. Navbatdagi Cobalt'imiz. Yili 2018-yil, sakadiska, balonxotlari yaxshi. Xo'sh, avtomat korobka, ABS, konditsioner. Ikkinchi paytsanmi? 4 euro. Xo'p, 4 euro. Eng full ekan. Kraskasi qayerda aka buni? Kraskasi aka aytaman eshigini tagida petnochasi. Xo'p, o'ng tarafda ikkinchi eshikda petno bor. Petnocha bor. Xo'p. Hozir ko'rsataman, metani ishtalik. Metani 90 tali. Mashina qaytdiki? O'sha mashinasi. beriladi. Dokument muammo yo'q. Xo'p, shipkalari yurgani necha aka buni? 204 ming ekan. Xo'p, avtomat korobka, ichki holatlari kobrik tashalib qo'yilgan. Arqa holatlari. Xo'sh. Zapaskalar mana chaklari o'ziniki, butun o'zini germetikalar bilan turibdi. Zapaska balon, damkrat. Temir metani va opshi ko'rinishi. Xo'p, aka buni puli qanaqa? Pulini aka 9300 kami bor. Xo'p, dokumentda muammo yo'q, motor xodoyida ish yo'q. Qanaqa yo'q. Gendavernis nomiga o'tkazib berish hamma yo'q bor. Xo'p, narxi 9300 dan tushib beradi. 9300 dan tushib beradi, kelishadigan holati bor. Xo'p, bunga telefon nomer 91lik 91lik 203 203 63 63 96. 96. Shunga aloqaga chiqib narxlar kelishib olishlari mumkin. Xo'p, navbatdagi oq Cobalt'imiz 2014-yil ishlab chiqqan. Xo'p, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi aka bir 15% bor. Xo'p. Petno, seli detalmas. Xo'p, petno 15%, jam 15% chiqadi, 10% kraskasi bor. 4 ta balonlari yangi. 4 ta balon yangi. Ikkinchi pozitsiya ABS konditsioneri bor, temir metanigacha bor. bor. Xo'p, yurgani necha? 278 ming yurgan. 278 ming yurgan. Obzor qilamiz, keyin narxini aytamiz. Xo'p, balon xotlari yangi, o'zini qalpoqlari bilan mana bolt bilan qatirlaydigan yaxshi qalpoqdan bu. Tushib qolmaydi do'qirga tushganda. Xo'p, motor holati ABS. ABS konditsioner. Motor holati mana aytadi. Ko'rgan joylar, umuman ishi yo'q motor hadovoyda. Buni ham xudo xolasa. Xo'p, salon holatlari chol polik qilingan. Bitta ko'prik tashlasalang bo'ldi. O'zini holati приятный mana hidlari bilan turibdi ekan. 2014-yil oq Cobalt'imiz. Buni xudo xolasa mana. Xo'sh, orqasini bitta ochingchi ekan. Orqasini ko'rsatib qo'ying. Temir metanimiz yili 2014-yil. Aka zapas balonlari tushmagan. Zapaska balon tushmagan mana. Damkratlari, chaklari o'ta bitta, o'zini germetikalari bilan turibdi mana. Tini holati orqa oldida kaltak umuman yo'q. Xo'sh. Bunga aka nech pullar so'rayapmiz, xudo xolasa? Xudo xolasa 8 mingdan tushib beradi. 8 mingdan tushib beradi, kelishadigan joyi bor, puli bo'lsa kelaveradi, xudo xolasa. Avtomustangdan keldim desalang, yo'li bor, xudo xolasa. Anchagina tushib berishadi. Xo'p, 90 nechilik kod telefon aytganda aka? 91lik 203 63 63 96. 96. Shunga aloqa chiqib
Egalar generalni beradi, behijolat. Mana 102 nomerlarda ham yurishaveradi mana. Xo'p, mana 102 nomerda ham yurishaverasizlar. Hech kim po'smaydi ham, xudo xolasa. Bo'ldi. Gen qilib bemalol yuraverasizlar. Shunga navbatdagi Cobalt'imiz mana. Mana hozir sakadiska oq rangi. Faralar yangi chiqqandan. Xo'sh, temir metalimiz yangi ekan, xudo xolasa. Zapaska bo'lurlar mana. Xo'p. Avtomat korobka. 2016 Cobalt'imiz 224 ming avtomat. Holati yaxshi. Mana ABS, xudo xolasa ABS qarasa. Xo'p, 4-pozitsiyada. Kraskasi qayerda aka buni? Kraskasi mana kapot uchida aka. Boshqa joy tozami? Mana kapot qirrida mana uchida. Ha. Mana kilosda bor. Xo'p. Ozgina shu krilosda, kapot uchida. Boshqa detalda yo'q, qolgan joy toza. Toza. Xo'p, qolgan joy toza ekan mana. Balon xodlarimiz sakadiskada 1 yil yuradi, xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p, ko'prik tashlab qo'yilgan. Avtomat. O'zining maytafonlari, yurgani, roli va orqa holatlari. Xudo xolasa bitta chiqol qilib olasizlar, tiniq bo'ladi. Xo'p. Va aka narxi nechi pul? Buni yaqinlatib to'raydi, ha? Ha, yaqinlatib to'ring, endi kelishadigan joyi bor. 300 dan jin deb unda tushib beramiz. Xo'p, kelishadigan joyi bor. Ha. Geblar yo'q qo'yibsa? Bo'l, ha. Bank orqali kelishaveramiz. Dokument qana bular? Dokument generalni beramizda. Bo'ldi, generalni bir o'tkazib, xolos o'tkazib oladi. Xudo xolasa o'tkazib olaveramiz. Xo'sh. Dokumentda ham ish yo'q, mashinada ham ish yo'q ekanda, to'g'risi. Yo'q. Telefon nomer aka? 90lik 90lik 057 057 004. Xo'p, shunga aloqa chiqishaveradi. Shunga aloqaga chiqishaveradi, ha. Keyin aka, Rossiyada ham ko'ryapti ekansiz-a? ha, ko'rishadi, xudo xolasa. Rossiyada. Bo'ldi. Obunachilarimizga salom aytyapti, Rossiyalarimizga. Xo'p, keyin soat 8 dan keyin telefon qilmanglar. 8:08 gacha aloqada bo'linglar, hurmatli obunachilarimiz. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar. Aloqaga tezroq chiqinglar. Keyin mashina qaytdiki aka? Bu yangi Qo'rg'onniki. Xo'p, mashina qo'ygandik, Qo'qon mashina bozoridamiz. Navbatdagi Sparkimiz rangi oq. Aka, yili necha buni? 20-yil. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Nechinchi paytingiz bu? Ikkinchi payt. Xo'p, ikkinchi paytda. Xo'p. Baloxodlar yangi mana, kalpaklari bilan. Xo'p, shkolari. Yurgan necha dedingiz? 68 ming yurgani. Qimmat ko'rib tashab qo'yilgan. Holatlari. Chiqonlari. Metani bormi aka? Metani? Metani benzinda. Benzinda. Xo'p. Buni qayerdagi aka mashina? Qo'qonniki. Mashina Qo'qonniki, mashina Qo'qon bozoridamiz. Gem bo'ladimi aka bu? Bo'ladi. Gem bo'ladi. Narxi qancha? Bo'lishi 7,5 ming. Bo'lishi 7,5 ming. Telefon nomerlari aka? 33lik 33lik 120 120 22 22. 22 shunga aloqa chiqadi. Yangi Choco, sakadiska. Xo'p, Nexus diska. 2 oy bo'ldi qo'ygan. Yangi 2024. Metan yangi 2024-yil. Ha. Yangi qo'ygan. 2 marta 3 marta endi zapravka bo'ldi. Buni yili necha dedingiz? 18. 18. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraskasi toza, yurgani necha aka? Yurgani 127 mingmi bo'ldi. Xo'p, 127 ming. Ashkalari 127 ming yurgan. Qo'lga tashalib qo'yilgan avtomat. Qo'l metan pakaleni. Xo'p, Malibu-rollar mana metallari bilan. Xo'p, ichki holatlari, salonlari mana dial. Xo'sh. Metanda stanovkalari. Xo'p, motorni bitta ko'rsak bo'ladimi? Xo'p. Mana uzoqdan ko'rinishi.
motor hozlarni ko'ramiz hozir. Xo'p, motor hozlari mana. Changi bilan turibdi o'zi. Changi bilan turib yuvilib tayyorlanmagan ekan. Chis turibganing uchun. Xo'p, bu narxi nechi bo'lar ekan buni? Xo'p, buni bo'lishi 8000 ga beraman. Xo'p, bo'lish 8000. Telefon nomerlar 33lik 120 120 42. Xo'p, 22. Shunga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p. Navbatdagi oq Sparkimiz sakadiskalari bilan balonxotlari yangi. Xo'p, Buni ham metallari bor. Yili nechi buni? 2011 2011-yil. Avtomat kraskasi. kraskasi kapotda bor, qanotda bor. Xo'p, kapotda ozgina, qanotda ozgina bor. Probega yurgani zo'r, 112 ming bo'ldi. Xo'p, yurgani 112 ming. Ashqalar tiniq holat turibdi. Avtomat korobka. Pul tashalib qo'yilgan bunga ham. O'zini simlar. Xo'p, motor kichkina motordan avtomat korobka. O'zi qizlar buniga. Xo'p, bu benzindan metandan aka bu? Metani ham bor, Xo'p, benzini ham bor. metan nechtalik? Hadiya. Ha, buni bak benzini bilan hadiya. Xo'p. Bunga nomerchi? Bunga puli 5700 ga oxiri narxi beramiz. Xo'p, 5700 narxi Bo'lishi, bo'lishi. oxiri. Qaysiga aloqaga chiqsin? O'sha 33lik 120 4 Xo'p, 22 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Unisi 434 ga qo'ying. Xo'p. Yoni 790. Xo'p, yana bir navbatdagi oq Sparkimiz 2019-yil. 156 ming yurgan. 156 ming yurgan. Motor katta motor, kichkina motormi bu? Katta motorni biladi. 2019. Katta motor. Balonlari zo'r. Balon hozlari yaxshi, sakadiska, Parapallari bor, 500 km yuradi. proporlari bor. Bitta to'ldirsangiz 500 km yuryaptimi? 20 ta benzin puliga 500 km yuradi. 20 ta benzin puliga 500 km yurar ekan. Qo'li tashalib bo'lgan ichki holatlari. Signallari. Yurgan necha dedingiz buni? 156 ming. 156 ming yurgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Hop, buni kraskasi mana petnocha bilan. Kichkinagina petnocha bor. Mana shu yerda o'zida, Ha? mana shu yerda o'zida petnacha bor, piyalada. Xo'p, mana shunda petni bor, qolgan joy toza. Xo'p. Buni o'tkazib olish kerakmi? Dokument qanaqa buni? Buni o'tkazib qolagan dokument qo'ying. Qolagan dokumentda mo'mi yo'q, qolagan dokument bo'ladi. Moshinada ham rasod yo'q, a? Yo'q, oladi va qapqaydi. Oladi, minadi. Xo'p, telefon nomerlari bunga 33lik 120 120 22. Buni bo'lishi Narxi oxirgi narxi berib oladigan narximiz buni 7000 ga berib olamiz. 7000 ga berib olasiz. Sizlarga 7000 ga berib olamiz. Haydarabas aka. Buni ham fondi propani hadiya. Fondi propani hadiya. Yana bitta Sparkimiz. Buni yili necha edi aka? Bu 2012 katta motor. 2012-yil katta motor. Balon holatlari yaxshi, sakadiskada. Yangi balonlari ham. Balonlar yangi. Yurgani qancha aka buni? Buni yurgani 208 ming bo'ldi. 108 ming shoxlar qo'yib qo'yibsa. Shox diskalar qo'yib qo'yilgan, metani bor bunda ham. Metani bor. Bunga hop buni kraskasi kapotda petno bor, qanotda kraska, ikkita detalda kraskasi. Hisob bilan. Ichiga o'tmagan, o'zini germetikalari bilan turibdi. Xo'p, qolgan joy toza. Rasxod yo'q umuman, faqat olib qadalardan xolos. Xo'p. Ichki holatlar mana. Bunga puli tashalib qo'yilgan. Sinlar holati xudo xolasa yangi. Pul. Buni puli necha pul dedingiz? Hop, buni 6000 ga berib yuboramiz. Xo'p, 6000 ga beriladi. Telefon nomerlar pastda. Xo'p, yangi chiqqan Kecha chiqdi. Xo'p, yangi chiqqan Cobotlarimizdan kecha chiqdimi o'zi? Kecha chiqdi. Shunday o'zi mo'kam qilmabsiz-a? 138 km. Zavoddan to'g'ri keldimi? To'g'ri shakka. Xo'p, 130 yangi chiqqan qora diska hozir rosa internetda show bo'lgan qora diska Cobotimiz, rangi qora. Mana bakoylar qora. Yangi. Xo'sh, ashkalar mana holatlari yangi chiqqan.
Avtomat korobka. Bu nomiga chiqadimi aka bu? Nomiga chiqadimi yo shu chiqqanmi? Nomer tek hisoblagan aford bo'laveradi. Ha, afordni qilaveradi. Generalni ham bo'laveradi. Xo'p, generalni ham bo'laveradi. Yangi ekan mana. Buni obzor qilish kerak yo'qda, yangi o'zi. Ishlari ham, yopilishlari ham boshqacha ekan, ha? Xo'p. Bunga metan qo'yib olsa bo'ldi-da endi, ha? Tayyor. Tayyor. 1 kunlik mashina. 1 kun ham bas. Mana shu oyda chiqqanda. Mana kecha chiqdi, kecha peshindan keyin, obeddan keyin chiqdi. Bu narxi necha pul endi? 12900 ga beramiz. Shitirga 12900 ga berib yuborasiz. Qora yo'qda. Qora yo'q. Qora qo'l so'ragan mana qop qorasidan 12900 ga beriladi. Telefon nomerlar aka. 91lik 91lik 200 200 94 94 82. 82. Shunga aloqaga chiqarsizlar. Qo'qon mashina bozoridamiz. Sotilibdi. 7300 ga mashinamiz ketibdi. 7300 ga. Sotildimi tog'a? Sotildimi aka? Navbatdagi bestimiz 2013-yil. Ha? Hop, 2013-yil. Sakadiska holatlari. Tiniq, rangi toza. Hop, ashkalari. Polik tashalib qo'yilgan. Hop, mana yurganlari. Nufedillari. So'lichasi bilan. Hop, bitta cho'lqoplab o'tsa bo'ldi. O'zini holatlari. Metan uстановkalari. Sakadishka bilan holatlari. Puli qancha ekan buni? Hop, puli 5100. Telefon nomerlari aka. 97lik 209 33 30. Mashina qayerdaki? Qo'qon. Mashina Qo'qondagi dehqon nomida. O'zining mashinasi. Top. Navbatdagi katta motor oq Sparkimiz. Rangini yili necha dedingiz? 13. 2013. Sakadiskalari bilan. Katta motor deydi. Ko'pchilik katta motorga qiziqadi, ko'pchilik kichkina motorga. Rasxotgan bo'lsa kichkina motorga. Bu katta motor ekan. Xo'p, kovrik tashalib qo'yilgan, chixol qoplangan. Xo'p. Buni yurgani hozir ko'ramiz. Yurgan 400 ko'rinyapti mana. Retlar qo'yilgan. Hop. Bu narxni eshitamiz endi. Aka, bu narxi necha pul? 800. Hop, $4800. Kelishadigan holati bor. Telefon nomer beraylik aka. Telefon nomer. Sotib yuborilmaymi? Sotilibdi, 48 ga sotilibdi bu. Hozir sotdi. 5300 qo'yyor. 5300 qo'yildi, 48 ga sotildi. Bo'ldi aka. Hop, navbatdagi oq Sparkimiz 2017-yil katta motor bu. Hop, ABS'lari bor katta motordan, balon holatlari sakadiska. Hop, yurgan necha aka buni? 211 ming yurgan, kraskasi qayerda bor? 15%. Hop. Orqasida petnos bor, 15% petnoslari bor. Ya'ni 15% kraskasi bor. Hop, ichki holatlari. Polik tashalib qo'yilgan. Hop, chixol qoplanib qo'yilgan, bitta mana yaxshi yonlari karbon, oldi material. Hop. Yo'llari karbon, chixolda ham oldi material. Hop, metallari bilan. 60 talik metal aka. Hop, 60 metal.
Xo'p. Xo'p. 2019-yil. Ha. Yurgani qancha? Yurgani 140 ming. 140 ming yurgan. Kraskasi-chi? 3 ta petno bor. Xo'p, 3 ta petno bor. Katta motormi, kichkina motormi bu? Xo'p, kimdir kichkina motor olib qo'yadi-da. Katta motor. Holatlarini tanishtirib o'tay. Xo'p, saka diska. Abezlari bor. Ha? Ha, bor. Bez, konditsionerlari bor. Oldi holatni bitta ko'rak. Motorning holatlari. Metan nechtalik? Shu, bilmayman. 65 talik. Bo'ladi. 65 talik metani bor. Detal kraskasi qayta bor dedingiz? 3 ta detal. Petno bor. Qayerda bor? Aniqini bilmayman. Xo'p, 3 ta petnosi bor. Shoxlari qo'yilgan. Xo'p, narxi nechi pul buniki? Narxi 77. Bunisi-chi? 66. Xo'p, hozir obzor qilganim 66, bu 77. Kelishadigan joyi bor. Kelasiga bitta nomer bering-chi. Nomer. 91lik. 91lik 204 204 07 07 37. 37 07 37. Xo'p, shunga aloqa chiqishadi. Mashina Qo'qondagi qayerdagi? Qo'qonda bitta aka. Xo'p, takliflar Qo'qonda bitadi. Taklifda muammo yo'q-a? Yo'q. Xo'p, Volga qatarimizda Volgamiz, avtomustang aka. Xo'p, Volgamiz. Buni yili nechinchi yil tog'a? 96-yil. 96-yilgi. Yurgani necha buni? Yurgani qarab qo'ying bura. Qarangchi yurganini. Mana Volga so'raganlarga, qiziqqanlarga balonlar holatlari mana yaxshi ekan. Yana 1 yil, 1,5 yil, 2 yil ham yuradi. Qalpoqlar qo'yib qo'yishgan. 436. 436? Nimani? Xo'p. 436 yurgan holati. Kraskasi nechi foiz buni, tog'a? Tomdan past kraskami? Ha, bor. Xo'p, tomdan past aslit qilingan ekanda. Xo'p, aslit qilingan. Temir metani bormi? Bor. Metana bu? Temir metallari, holatlari mana. Poli chixol qilingan, kovraklar tashalib qo'yilgan. Mana qiziqqanlarga, yosh katta akalarimizga, o'rta yoshli akalarimizga bo'lgan holatlari. Sinlari holati yumshoq mana, ezilib ketmagan sinlari, ha? Tog'a. Ruchkalari mana ochilish. Ha, pullab qo'yganmisiz? Xo'p, pullam qo'yilgan. Shuni tortganda ochiladi mana. Xo'p, arqa holatlari mana. Tog'a, mashina o'zingiz nomingizdami? Ha, o'zim nomida. Xo'p, mashina o'z nomida. Mana bagajlari ham. Buni motor necha bo'ladi, tog'a? Motor. 10 litr. Xo'p, motorni ochingchi. Uzoqdan ko'rinishi mana. Xo'p, mana motor holatlari. Propan bu? Metan. Metan deganim. Metanlari. Metan 100 talikmi? Ustalik. Metan 100 talik. Mana holati. Hadoy nimalarda ishi yo'qmi motorlarda? Motorlari ham Motorlar qilinib qo'ygan. bilim bo'lgan yo'q. Hadoylar qilib qo'yilgan. Xo'p, shuni olib tayyor minishga. Buni metan ko'rakchi. Mashina qayerdaki tog'a? Yangi Qo'rg'on. Mashina Yangi Qo'rg'onniki. 100 talik metallari bilan. Yili necha buni? 2030-yilgachami? Anchop ketaysin yo'q. Qachon qo'ydirgansiz? Anchop qoldi. Ha? Xo'p. O'tmaganmish sirovga? Sirovga yaxshi, lekin hammada shuni qildirib qo'yganman masalan. Kexos motorga, Amazatillari, ha? Zapaska baloni. Damgratlar bormi? bor ichida oldi. Xo'p, oldida damgratlari bor. Xo'p. Buni narxi necha pul deyapsiz, tog'a? Qancha deydi? Bizdan bozorda kelishaveramiz. Endi sizni mo'ljalagan narxingiz bormi? Obunachilarga yetish kerak-da. 1,5. Sizlar uchun endi. Xo'p, obunachilarimiz uchun 1,5 ga beriladi, xudo xolasa. Kelishadigan joyi bor. Ha? Ammo kamchiligi yo'q, qayga bo'lsa boradigan biz. Xo'p, kamchilik yo'q, qayga borsa uyaltirmay olib borib olib keladi. 1,5 narx aytyapsiz. Telefonda kelishaveradi, ha? Telefon nomeringiz nechi? 99lik 99lik 531 531 4460. 4460. Shu raqamlarga chiqaveradi, ha? Rahmat. Sog' bo'lasiz. Yana bitta yonidagi qo'shimcha bu Volga deyiladi bu ham? Ha, 20 Volga bu.
24-11 Volgamiz. Xo'p, balon holatlari yaxshi. Qalpaqlar qatirib qo'yishgan. Buni yili necha aka? 91-yilmi? Men bilan teng ekanda. Xo'p. 1991-yilgi mashinamiz. Kraskasi Pondidir aka bu. Bilmayman lekin. Xo'p, endi ashit qilingan bo'ladi bular. Xo'p, ashit qilingan. Xo'p, yuk tashishga tayyor armatura va boshqa eshik rom tashiydiganlarga mana tayyor bagajlari bilan qilib qo'yilgan. Tirikchilikka chiqaman deganlarga aravada ham sotaveradi aka bu. Arava totadigan tayyorlab qo'yganmisiz? Xo'p, arava totadigan tayyorlab qo'yishgan. Xo'p, mana duga deydi aka bular. Xo'p, mana shunaqa bismillah dugalari bilan orqa metal holatlari mana xudo xolasa. Orqa ham juda katta ekan, ko'p narsa sig'ar ekan. Metallari mana metal sira o'tmagan xudo xolasa. Xo'p. Tayyor tirikchilikka chiqaman deganlarga balon holatlari xudo xolasa yangidek. Motor holati. Metan benzinda ham yuradi. Xo'p, metan yo'q beti benzinlarda ham yuradi. Balki butun, Baklari benzini ham bor. xo'p, ichida benzin bor, baklari butun. Motor oktyabrda qilganman. Xo'p, maktab oktyabrda qilingan. Yetkizlarni qo'yibsan ekan bonusiga. Muziklar bor. Xo'p, ichki salon holatlari. Ichki salon holatlari mana ventilyatorlargacha qo'yib qo'ygan konditsioner. Konditsionerlar bor ekan aka ventilyator qilib. Xo'p, poliklar tashlangan mana. Pechka, qishda pechkasi ham ishlaydi. Xo'p. Akva eshik, rom. Qanaqa biznes qilishingizga qat'iy nazar. Mashina uyaltirmaydigan mashinalardan. Xo'p, bu narxi nech pul aka? $1000 chekami bozorga o'tib beradi. Xo'p, $1000 kelishiladigan holati bor. Mashina qaytdiki? Ko'prik tumani. Faralardan qo'shimcha faralarni qo'yib qo'ygan. Uchko'prik tumanlik ekan mashina. Xo'p, buni $1000 o'tib beraman deyapsiz. Narxini aytdingiz. Telefon nomeri ayting endi. 91lik 055 5092. Shunga aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi Jigulimiz rangi qaymoq rangmi buni? Qaymoq rang. Xo'p, rangi qaymoq rang. Pritseplar dogmitlari bilan bo'lgan, a? Tirikchilikka bemalol olsa bo'ladi. Akfa, doroza toshigani. Xo'p, aka xollarimizga doroza purish, akfa toshiydigan, biznes qilaman deydigan aka, yangi biznes ochgan biznesmen akalarimizga xo'p, bagajni ham qo'shib beraman deyapti. Bagaji ham bor, pritsep bor, dogmitlari bor, muammosi yo'q. Metan benzinga yuradi. Buni obzor qilib beramiz sizlarga. Xo'p, buni yili necha dedingiz og'a? 78-yil. Motorlar qilingan, hadoylarda ishi yo'q, xudo xolasa. Balon holalari mana 1 yil unday mazza haydashlari mumkin balon holatlari. Xo'p, metan o'chib bo'lganda benzinda ham yuraverasizlar. Hozir metal ochilib qoldi-yu. Xo'p. Mana propallari, metallari. 2033 gacha nima? Xo'p, 2033 gacha yili ekan-a? Metan 2033 gacha. Sroga. Xo'p. Nomerlar qadalgan. Gay to'sib sizlar diqqat qilmaydi. Dokumentalni. Xo'p, holati, kraskasi bu ashit qilingan-a, xudo xolasa bular. Bular ashit qilingan mashinalar. Orqa oldida udar yo'q, a? Xo'p, mana holati. Yurgan necha ming tog'a? Endi yurgan, ha, yuratdi endi bular. Maytfon kolonkalar ishlaydi. Ha, to'yga yuradigan sostavli mashinasi ekan. To'g'ri, kolonka toshib oldin to'ylarda yurishardi, to'g'ri. Xo'p, to'ralashga bemalol ochilib yopiladi. Umuman akamlarda o'taydi, akamlarda yaxshi qilinib qo'ygan, xudo xolasa menimcha. Tiniq, a? Xo'p, buni nech pulga beraveramiz? Holat tog'a nimasi bilan haligi? Hammasi bu bagaj o'zi 1.5 degandim, hozir 1000 ga berib yuboraman. Ha, 1.5 narx qilavdingiz. Ha, 1000 ga. Endi bozorda ko'rib, pritsep bilan bahorayom, ro'zayom, ehson qilib, a? 1000 ga berib yuborasiz. Pul qo'yadigan qoldim, $1000 ga naqqa berib yuboraman. Naqqa $1000 ga berib yuborasiz, pul zaril. Xo'p, telefon nomerlari nechi? 90lik 90lik 293 293 4721. Shunga aloqa chiqishaveradi. Mashina qayerdagi tog'a? Yeypan tomon bor, Afg'on Ha, tomon. bo'ldi. Yeypan Afg'onbog'a shaqami? Ha, Afg'onbog' mashinasi Yeypan tomonlarda. Xudo xolasa kelishib olaverasizlar.
Hop, navbatdagi Damazimiz. Yili necha aka buni? 5. 2005-yilgi Damazimiz. Yurgan qancha? Yurgan 341 ming bo'ldi. Hop, 340 ming yurgan. Kraskasi-chi? Kraskalar tomdan pastida Hop, bor. tomdan pastda sepilgan. 50% deng, ha? Ha, o'shanaqa. Hop, 50%. Butun mashina olman. Oldi orqada kalta yo'q, butun mashina. Motorlar bo'lgan 3 oy bo'ldi. Hop. Benzinga, gazga yuradi. Motorlar aptekadan chiqdimi? Aptekadan chiqdi. Endi Aptekadan chiqdi, motorlar bo'lgan. Bu zadnimizda ovoz ovoz ozroq bor. ozmoz bor. Kuchli emas. Kuchli emas, ozmoz bor. Hop, hadoylarchi? Hadoylar o'rtacha. Xudoylar yaxshi holatda, ha? Yaxshi holatda. Hop. Tashqi holatlari, ichki salonlari. Tayyor mashina. Hop. Boshlarda shashka holatlar qo'ygan, tomlarini mana qilib qo'ygan. Metan nechtalik? 65 tane yangi metal. Hop, yangi metan necha yil? 2005. Hop, 2005-yilgi yangi metalni qo'yib qo'yilgan. Hop, aka buni dokument qana bular? Dokumentlar generalniy bor. O'tkazib olish bo'ladi. Muammo yo'q, ha? Farqi yo'q. Hop, dokumentdan muammo yo'q. O'sha ko'rinishi. Mashina qaytdiki aka? Mashina bu yerda turibdi, egasi Besharodan. Ha, o'zi tirikchilikda. Tirikchilikdasi. Hop. Generalniy qilib beramiz. Hop. Bu telefon nomeri beringlar aka. 88lik 88lik 665 665 50 70. 50 70. Bu necha pul qilib berasiz oxirgi narxini? Naqqa. Qaqqa bo'lsa 2,5 dan jichchi o'tib beramiz. Bitta kelmaymiz. Xo'p, 2,5 dan ozgina o'tib beriladi. Kelishilgan joyi bor ekanda, Ro'za Ramazonda ehsoningiz bor. Xo'p, 2,5 deyishyapti, ozgina ehsonlari bor. Berishadi. Yondan, orqadan ko'rinishlari. Holatlari. Tirikchilikka minaman deganlarga tayyor Damas. Aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, navbatdagi Nexus'imiz Sakadiska. Yili necha aka oq Nexus'imizda? 2020. 2020-yil. 131 ming yurgan. Aha. Cobalt hadova qilingan, shumkalari bo'lgan. Injektor 4-paketli metani bor. Holat ideal. Yurganichi? 131 ming. Yurgan 131 ming. Hop. Motorlar ochilmagan. Hop, abezlari bor, kondisionerlar bor, 4-pakaliniya ha bu, xudo xolasa. Hop. Shumka bo'lgan bu? Ha, shumka bo'lgan. Eshiklari shumka bo'lgan, tomichi? Hop, to'ralash shumka bo'lgan ha? To'ralash shumka bo'lgan. Ko'prik tashalib qo'yilgan. Bitta chiqol qo'yib olasizlar, o'zini chiqolida ekan, xudo xolasa. Mashina uchimiz. Avtomat korobka. Qaysi kanalingiz aka? Avtomustang. Hop, orqa holatlari mana. Tiniq, xudo xolasa. Nexia'ni o'redi. Bo'ldi aka, olamiz aka, olamiz. Metanni nechta aka buni? 90 ta. 90 ta yili nechi metandi? Shu yangi yaqinda qo'ydi. Xo'p, yangi metallari bilan. Xo'p, orqani solmay qo'ydik. O'zi 20 ekani, saka diskalari mana. Xullas, avtomat korobka. Buni narxi nechi pul aka? 9200. Xo'p, Nima bor? 9200 kelishadigan joyi bor aka. Sizlarmizdan kelishsa, undan ham Bo'pti. Avtomustang deganlar yana ham skidka qilib berishadi. Xo'p, aka telefon nomer, buni mashina qaytdiki? Farg'ona shahar. Farg'ona shahar, dokument Farg'ona shaharda o'tadi-da? Xo'p. Generalniy qilib beriladi. Xo'p, o'z nomingiz bo'lsa ham bo'laveradi. Xo'p, bunga telefon nomer beringlar aka. 99lik 097 07 71. Bo'ldi aka, shunga aloqa chiqishaveradi aka. Xo'p aka. Endi mana xudodan ko'rsataman. Avtomobilman deganlarga. Stalnoy Nexia birimiz, odatdagi, xudo xolasa, Sons motor. Xo'p, xo'p, Sonstram million. Balon holatlari yaxshi. Yangi 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. Yangi ekan, bo'ldi aka. Yangi 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, kalpaklar qo'yib qo'yilgan, Cobalt'ga 570 520 ming yurgan aka. Xo'p, 500 ming yurgan kraskasi. Kraskasi 20 poyiz bilan chizilgan joylarni sepib qo'yilgan aka. Ha, gullagan joylarga. Aparlinaga sotiladi. O'shancha pulini yengillayapman. 3200 ga beraman aka. Bo'ldi. 3200 ga temir balon aka. Benzinga yurab, 92 benzin quyiladi aka. Bo'ldi aka. 80 ham quyilmagan o'g'il balachaga.
92. Mashina qayerdagi? Mashina Qo'qon shahardagi Ozyoqlardagi aka. Bo'ldi, Qo'qonlik bolalarga ana. Ichlariga Yangi. joylar, bexijolat aka. Bo'ldi aka. Ichlarigacha mana holatlari. Bo'ldi. Metanni ochib oling aka. Sumkalarigacha bo'lgan. Xo'p, sumkalargacha bo'lgan. Metan temir balon. Metan temir balonlari mana. Akit pakit hamma yo'g'i bor aka joyi. Sumkalarigacha bo'lgan. Xo'p. Aka buni nomer beraylik. 99lik. 99lik 655 46 14 aka. Bittasi yetami, yana shuni ham beraman. bering o'zingizni ham. 90lik 90lik 586 586 586 ha, o'ladi. Ha, 586 88 38. 88 38 shunga aloqa chiqaveradi aka. O'siga ham aka. Bo'ldi akajon, xo'p. Metrlar ham o'ziniki, hamma choplari joyida. Cheka oling. Bo'ldi aka, aloqa chiqishadi, xo'p. Navbatdagi Matizimiz 2008-yil. Kraskasi-chi? Avtomat korobkami? Xo'p, avtomat korobka. Puli nechi pul? 3200 kam bor. Xo'p, 3200 kam bor. Yurgani nechi dedingiz? 177 ming. 177 ming avtomat. Xo'p. Bunga dokumentda muammo yo'q, xudo xolasa. Xo'p, telefon nomeri aka? 91 140 1363. 91 91lik ha? Ha, 140 1363. 1363. Shunga aloqaga chiqaverasizlar. 440 Bo'ldi, shunga aloqaga chiqib, bemalol savdo qilib olaverasizlar. Yog'in rasm-pasmdan Telegram tashlab beraverasiz aka, xudo xolasa. Kelishilgan holatda. Gazel so'raganlarga mana gazelimiz. Yili nechi dedingiz? 2013. Xo'p, zavod shu 2013-yil. Balonxonlar yaxshi. Yaxshi-da. Yangi balonxonlar mana. Turishli tentlari mana. Xo'p. Aka bu 91lik. 91lik 2 2 2 6 ondan o'tsa sotib yuborasiz. Qo'sh balon. Dokumentlar joyida. Javob. Bo'ldi aka. Ha, shu holatlar, shu nomerga chiqaverasizlar aqaga. Gentramiz 2016-yil. Xudo xolasa, kraskalar nechi foiz? Kraska bitta petno bor. Xo'p, bitta detalli petno bor. Balon holatlari yaxshi mana. Qalpaklari bilan bemalol yuradi. Xo'p, yurgan necha? 230 ming yurgan. Xo'p, chixol polik qilingan mana, kovreklar tashalib qo'yilgan. Chixolatlari mana. Metan nechtalik? Xo'p, metan 100 talik. Metan ochib yuboring. Xo'p. Metan holatlari mana. Xo'p, zapaska balon. Cheklari butun, orqa oldida kalta yo'q. Xudo xolasa. Oldini ham ochingchi. Xo'p, pakali metan, abez yo'qmi? Xo'p, abez yo'g'idan 1 yevro mi bu? Xo'p. Kansillar bor. Xo'p, narxi nechi pul buni? 8300 dan tushib berasiz. Kelishadigan holati bor. Dokument qana bular? Xo'p, qolgan dokumentlar bo'ladi. Motor hadoviylari ishi yo'q, ha? Xo'p, telefon nomerlar. 91lik 91lik 203 203 2590. 2590 shunga aloqa chiqaverasizlar. Yana bir navbatdagi oq Cobalt'imiz 2020-yil mexanika. Xo'p, balon holatlari yangi. 140 ming yurgan, kraskasi oldi kapotda petno bor, qolgan joy tozami? Qolgan joy toza. Xo'p, hamma dokumenti bo'ladi mana, xudo xolasa. Xo'p. Salon holatlari mana ideal turibdi. O'ziga tortadigan bo'lib. 140 ming yurgani. Salon holatlari mana. O'zi Ramazon kunida metiga otishibdi-da, charchagan. Hozir hamma sillasi urgan payt. Xo'p. Kovrik tashalib qo'yilgan. Bitta kovrik yangi olasizlar, bitta chixol bo'lik qilib olasizlar, xudo xolasa, mashin.
Yaxshi holatlari. Xo'p. Bagajda jo'ring aka. Xo'p. Bagaj holatlari mana metallari bilan. Xo'p, zapas balonlari mana xudo xolasa. Tushmagan aka Zapaska qarang. chaklari butun mana oldi orqada umuman kaltak degan narsa yo'q. Chunki kraskasi toza bo'lgandan shunaqa. To'g'rimi? Nimaga chiqaryapti? Ha, ishga chiqaryapmiz aka. Xo'p. Buni aka nech pul deyapsiz? 9800 dan ozgina o'tib beramiz. 10 ming demaydi. Xo'p, 9800 dan kelishadigan holatlari bor. Degan holatlari bor. Mashina qaytdik aka. Mashin Olmaliq mashinasi, dokument shu yerda bitadi. Xo'p, dokument shu xudo xolasa Bag'dodda bitadi. Qo'qon mashina bozoridamiz. Xo'p, telefon nomerlar 94lik 94lik 040 040 88 89. 88 89. Shunga aloqa chiqishaveradi aka. Bo'ldi. O'z nomeringiz a? Chiroyli qilib hali kelishtirib beramiz. Bo'ldi, kelishib berasizlar. Ro'za Ramazon kunida. Bo'ldi, Ro'za Ramazon kunida ihsonlari bor akamda. Chiroyli qilib berishlar. Shu oldi petnosi bor. Boshqa aybi yo'q. Bu ham ayb emas endi. Shunga aloqa chiqaverasizlar. Eng arzon mashinamiz mana 5700 ga turibdi. Oq Cobalt. Shu 400 atrofida yurgan. Tomdan pastga kirishsa, polni ashit qilingan. Balonxonada 4 ta balonxonada yangi ABS konditsioner. 2014-yil. Telefon nomerlari pastda. O'zimga ham aloqa qilishinglar 282 81 88. 91lik 282 81 88. Eng arzon Cobalt sotiladi. Bosib olish kerak. Bosadigan joyi keldi. Xo'p. Salom holatlari mana. Naq pullang bo'lsa, yana ozgina o'tib beramiz, xudo xolasa. Ro'za Ramazon kuni ertaga mana osh berilyapti ekan, shu ustamiz osh beryapti. Katta joyda. Mashinada shunday xudo xolasa ihsoni bor. Temir metallari bilan zapaska balonlari, holatlari yaxshi, chaklari butun. O'zimga aloqa qilinglar, mana o'zimning kanalimdan o'zim sizlarga skit yaqib kerak bo'lsa o'sha 5700 atrofida chiroyli qilib gaplashib beraman. Ro'za Ramazon oyi kuni 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. $200 ga. Tramiz 2017-yil ponni shumka qilingan. 100 ming atrofida yurgan, sakadiska yumshoq balonlari bilan holat o'ta ideal avtomat korobka, chixol poliklar. Xo'p. Polik tashalib qo'yilgan mana. Chixol qoplanib qo'yilgan, holati o'ta ideal. Bu da tiniq mashina. Narxi bu ham xudo xolasa o'zimizdan. O'zimga aloqa chiqaverasizlar 91lik 282 81 88 ga aloqa chiqaverasizlar. O'zim buni ham kelishtirib beraman. 9300 9400 deyapti. Buni ham Ro'za Ramazon oyi kuni sizlarga skidga qilib chotka qilib beraman. Ponni tom yon shumka hamma yo'q. Avtomat korobka luklari bilan mana. Вообще tiniq holatda. Вообще asal holatda. Motor hadovoylarida ishi yo'q. Endi bu motor holida ishi ham bo'lmaydi-da. 100 ming atrofida yurgan mashina bo'lsa. Katta bo'lgan mashinasi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimga. Gazi bormi? Gazlari bilan. Bakalina gazlari bilan. 8 ga 19 Cobaltimiz. Xudoolasa kreskalar toza. Balon holatlari yaxshi. 18 ga 19 dokumentda. Xo'sh, gazlari bor. Tiniq holatlari 200 dan ozgina o'tib qolgan yurgani. Motor holatlari a'lo. Xo'p, buni narxini xudo xolasa sizlarga o'zimizdan bu ham ichki holatlar tiniq, kovrik polik narsalar hamma yo'q qilingan, xudo xolasa tashlangan. 9200 atrofida xudo xolasa sizlarga yana ham baraka qilib chiroyli qilib
o'zim olib beraman, o'zimni nomerimga aloqa chiqib qo'yinglar. 95lik 911 81 ga aloqa chiqib qo'yinglar, kelishtirib chiroq qilib beraman buni ham. Kobaltimiz ila holatlari ideal. Gaz ballonlari bilan aloqa etsang Telegramdan rasmlarni tashlab beraveramiz, xudo xolasa. E'tiborlaringiz rahmat.